Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Marhamat, bugungi she'rimni boshlayman va undan keyin izohlayman. Mavzusi: biling, ota-ona namuna. Ota-onalar, iltimos, diqqat bilan eshitinglar. Farzand tug'ilganda quvonib, yonida bo'lasiz parvona. So'zlarimni tinglang, ishoning, biling, ota-ona namuna. Gapirishni, to'g'ri yurishni o'rganadi sizga suyani. To'g'ri bo'ling har dam, har ishda, biling, ota-ona namuna. Oq-qorani ajratishni ham, dastlabki dunyoqarashni ham o'rganadi sizdan, sizdan, biling, ota-ona namuna. Maktab, litsey, oliy ta'limda ko'p diqqat qilinar bilimga. Tarbiyasin siz ham qiling-da, biling, ota-ona namuna. Ota uyda chekib o'tirsa, ona telefon quli bo'lsa, xush ham qilar indamay ko'rsa, biling, ota-ona namuna. Do'stim, tik qarang haqiqatga, foydangiz tegsin jamiyatga. Kechiring tegsam hamiyatga, biling, ota-ona namuna. Ustoz mas'ul 30 bolaga, muallim u emas enaga, farzandsizla qolar ertaga, biling, ota-ona namuna. To'g'ri tushuning Alisherni, ko'p kuzatib yozdim bu she'rni. Farzandlar sog' bo'lsin, ne derdim, biling, ota-ona namuna. She'rimiz nihoyasiga yetdi. Bu yerdan chiqarilayotgan xulosa qandayki, iltimos ota-onalar va talabalar o'zlaringizni tarbiya qilib boringlar. Ya'ni kim bolani tarbiya qilish uchun avvalo siz o'zingizni tarbiyalang, o'zingiz yaxshi inson bo'ling va shundagina sizdan bola namuna olishi mumkin bo'ladi. Qisqasi shu edi. Rahmat kattagan, salomat bo'linglar.